عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. Jabir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kim subhanallohil azim va bihamdihi desa, uning uchun jannatda bir xurmo ekiladi. Sharh: bu zikrni qilgan odam uni har aytganda o'zining jannatdagi bog'ida bir dona xurmo ko'chati ekkan bo'lar ekan. Ya'ni uning jannatdagi maqomi bir pog'ona ko'tariladi. Vaqtni behuda o'tkazmay subhanallohil azim va bihamdihini aytib turish kerak. Albatta o'zini bilgan mo'min banda uchun bosh maqsad nima qilib bo'lsa ham jannatga kirib olish emas. U jannatda iloji boricha yuqori martabaga erishish uchun harakat qiladi. Jannatdan o'ziga berilgan bog'ning boshqalarnikidan yaxshiroq bo'lishini orzu qiladi. Ana shu bog'ni obod qilish uchun bu dunyoning o'zida imkon bor ekan. Buning uchun zokirlardan bo'lish zarur. Kim o'zining jannatdagi bog'ida xurmolari ko'p bo'lishni istasa, ushbu rivoyatda kelgan zikrni ko'proq aytsin. Bu esa juda ham oson. Bir daqiqaning o'zida bir necha bor aytish mumkin.